qism voqealari yangi kun bilan boshlanadi. Nihol esa hayotidagi o'zgarishlar haqida chuqur o'ylarga cho'mgan holda kasalxona yo'lagida sokin o'tiradi. Uning nigohida charchoq bo'lsa-da, ichida hali sonmagan umid bor edi. Shifokor uning yoniga kelib, muloyim ohangda unga o'ziga ko'proq e'tibor berishi va sog'ligini tiklash muhimligini tushuntiradi. Bu gap Niholga o'ylash uchun sabab bo'ladi. U birinchi marta o'zini tushunishga harakat qiladi. Shu paytda Kamol ham o'z his-tuyg'ulari bilan kurashayotgan edi. U Niholga yordam berishni xohlaydi, lekin qanday yo'l tutishni bilmay biroz ikkilanadi. Keyin esa u sabr bilan Niholga yaqinlashishga qaror qiladi. U unga bosim o'tkazmasdan, shunchaki yonida bo'lishni tanlaydi. Bu esa Niholga asta-sekin o'zini xavfsiz his qilish imkonini beradi. Voqealar rivojida Nihol o'z o'tmishi haqida o'ylab, ilgari e'tibor bermagan jihatlarni tushuna boshlaydi. U o'z ichki kechinmalarni anglashga harakat qiladi va bu jarayon oson kechmaydi. Ammo uning yonida uni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar borligi unga kuch bag'ishlaydi. Ayniqsa Kamolning sabrli va samimiy munosabati Nihol uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi. Epizod davomida ular orasidagi suhbatlar tobora samimiylashadi. Nihol asta-sekin o'z hislarini ochishni boshlaydi va bu uning ichki yengillik topishiga yordam beradi. Shu bilan birga yangi voqealar ham yuzaga keladi. Niholning hayotida yana bir inson paydo bo'lib, uning o'tmishdagi xotiralarini eslatadi. Bu esa uni yana o'ylantirib qo'yadi, lekin bu safar Nihol boshqacha yo'l tutadi. U o'zini yo'qotib qo'ymaydi, balki vaziyatni tinch va ongli tarzda qabul qilishga harakat qiladi. Bu uning qanchalik osganini ko'rsatadi. Epizodning o'rtalariga kelib Nihol o'ziga nisbatan ishonchni tiklash yo'lida kichik, ammo muhim qadamlar qo'yadi. U kundalik hayotiga qaytishga urinadi, yaqinlari bilan iliq munosabatlarni qayta tiklaydi va asta-sekin o'zini yaxshiroq his qila boshlaydi. Kamol esa har doimgidek uning yonida bo'lib, uni ruhlantirib turadi. U Niholga hayotda har qanday qiyinchilikni yengib o'tish mumkinligini eslatadi. Epizod oxiriga yaqin Nihol o'z ichida muhim qaror qabul qiladi. U o'z hayotini ijobiy tomonga o'zgartirishga qat'iy bel bog'laydi va bu yo'lda davom etishga tayyor ekanini anglaydi. Uning yuzida uzoq vaqtdan beri ko'rinmagan sokin tabassum paydo bo'ladi. Bu esa uning ichki holati yaxshilanayotganidan darak beradi. Yakunda u oynaga qarab o'ziga ishonch bilan qaraydi va yangi boshlanish sari qadam qo'yishga tayyor ekanini his qiladi. Kamera sekin uzoqlashar ekan, tomoshabin Niholning oldinda hali ko'plab sinovlar borligini sezadi. Ammo bu safar u kuchliroq, qat'iyatliroq va eng muhimi, o'ziga ishongan holda yo'lini davom ettiradi. Shu bilan 41 qism iliq, umidga boy va ijobiy ruhda yakunlanadi va keyingi epizod uchun qiziqishni yanada oshiradi.